soatiga o'lchanadi. Quvvat vatlarda o'lchanadi. Elektr energiyasining hayotdagi qo'llanilishi. Uy rozg'or texnikasi, televizor, muzlatgichlarda qo'llaniladi, ishlab chiqarish uskunalarida qo'llaniladi, transport elektromobil va poyezdlarda qo'llaniladi. Va hokazo va hokazo. Elektr energiyasi qulay va samarali bo'lsa-da, uni tejash va xavfsizlik choralariga rioya qilish muhim. Endi 5-si kimyoviy energiya. Kimyoviy energiya atomlar o'rtasidagi kimyoviy bog'lanishlarda saqlanadigan energiya. U kimyoviy reaksiyalarda jarayonda, masalan, yoqilg'ida yonishda ajralib chiqadi. Kimyoviy energiyaning asosiy xususiyatlari. Kimyoviy bog'lar atomlar orasida kuchli bog'lar, ular singandan energiya ajralib chiqadi. Keyin ekzotermik reaksiyalar. Energiya chiqarib beruvchi reaksiyalar, masalan, yonish. Endotermik reaksiyalar. Energiya yutib oluvchi reaksiyalar, masalan, fotosintez. Masalan, yonilg'i yonish jarayonida kimyoviy energiya issiqligi yorug'likka aylanadi. Kimyoviy energiya hayotda bu ovqat hazm qilishda bor, oziqani energiya olishda, keyin batareyalardan kimyoviy energiya orqali elektr energiyasi ishlab chiqaradi. Yonilg'ilarda, avtomobil va stansiyalar uchun energiya manbasi hisoblanadi. Yonilg'ilar kimyoviy energiya tabiatda va texnologiyada juda muhim rol o'ynaydi va uni to'g'ri boshqarib katta foydalar keltiradi. 6-si yadroviy energiya. 6-si yadroviy energiya. Atom yadrolarining parchalanishi yoki qo'shilishi jarayonida ajralib chiqariladigan ulkan energiya hisoblanadi. Bu energiya yadroviy reaksiyalar orqali elektr energiyasi ishlab chiqarish yoki quvvat manbai sifatida ishlatiladi. Yadroviy energiyaning 2 asosiy turi bor. Shuni bilishimiz kerak. Yadroning parchalanishi og'ir yadrolarning kichik yadrolarga bo'linishi, masalan, atom elektr stansiyalarida bo'ladi. Keyingisi yadro qo'shilishi, yengil yadrolarning qo'shilishi, masalan, quyoshdagi reaksiyalar. Masalan, uran 235 yadrosining parchalanishi reaksiyasida katta miqdorda energiya ajralib chiqaradi. Keyin yadroviy energiya hayotda bu ko'rganimiz, biladiganimiz, bu sir emas. Elektr energiyasi ishlab chiqarishda yadroviy energiya ishlatiladi. Meditsinada radioterapiya uskunalar va metodikalarda ishlatiladi. Kosmik tadqiqot energiyasi manbai hisobida ishlatiladi. 7. Yorug'lik. Yorug'lik elektromagnit energiyasi bu elektromagnit to'lqinlari orqali uzatiladigan energiya. Bu ko'zga ko'rinadigan va ko'rinmaydigan nurdan tortib, rentgen va radio to'lqinlarigacha bo'lgan diapazonni o'zining ichiga oladi. Misol uchun, elektromagnit spektr singari kabi radio to'lqinlar, infraqizil nurlar, ko'rinarli yorug'lik, ultrabinafsha nurlari, rentgen va gamma nurlari yorug'lik energiyasining hayotdagi ahamiyati. Quyosh energiyasi fotosintez jarayonida quyosh panellari bilan biz tok olamiz, energiya olamiz. Aloqa vositalarida radio va mikro to'lqinlarni ishlatamiz. Meditsinada rentgen diagnostika va lazer texnologiyasida ishlatamiz. Yadroviy va yorug'lik energiyasi tabiatda eng kuchli energiya manbai bo'lib, ulardan samarali foydalanish kelajak texnologiyalarni yaratadi. Shu gap bugungi.